Mamlakatimiz tarixida chuqur iz qoldirgan bir asr muqaddam xalqimiz shuuriga istiqlol va ma'rifat urug'ini sepgan jadid bobolarimizning ilmiy merosini o'rganish, ular nomini abadiylashtirish maqsadida yurtimizda yangi tashabbuslar ilgari surilmoqda. Ayniqsa, davlatimiz rahbari tomonidan jadidlarning nomlarini oqlash, ularning faoliyati va ijodiy merosini e'zozlashga alohida e'tibor qaratish zarurligi ta'kidlangan. Zero jadid bobolarimiz milliy istiqlol g'oyasini birinchilardan bo'lib ilgari surgan millat fidoyilari edilar. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tomonidan amalga oshirilayotgan jadidlar izidan loyihasining asosiy maqsadi ham ana shu ma'rifatparvar bobolarimizning ezgu g'oyalarini yoshlar orasida keng targ'ib qilishdan iborat. Farg'ona viloyatida ham mazkur tanlovga bo'lgan qiziqish yildan yilga ortib borayotgani, joriy yil 45,384 nafar o'quvchining tanlovda qatnashish maqsadida jadidlar izidan.uz platformasi orqali onlayn ro'yxatdan o'tganligi ham buning yaqqol misolidir. Viloyatdagi mavjud 19 ta tuman va shaharlardagi 963 ta maktablar kesimida jadidlar izidan tanlovning birinchi bosqichida ishtirok etgan mazkur o'quvchilar orasidan saralanib, bugun viloyat bosqichiga qadar 38 nafar o'quvchi yetib kelganligi ma'lum qilindi. Joriy o'quv yilida yangitdan foydalanishga topshirilgan Farg'ona shahridagi 25 umumta'lim maktabi esa tanlovning hududiy bosqichi o'tkazilgan manzil etib belgilandi. Jadidlar izidan tanlovini tuman shahar bosqichida g'olib bo'lgan o'quvchilarimiz ikkinchi bosqich viloyat bosqichida ishtirok etishyapti. Bu tanlovimizga yildan yilga maktablarimizdagi o'quvchilarning qiziqishi ortib boryapti. O'tgan yil mana 20 mingdan ortiq o'quvchilarimiz qatnashgan bo'lsa, bu yil mana shu ikkita toifada 6, 7, 8 sinflar, 9-10 sinflar o'rtasida o'tkazilgan tanlovlarimizda 45 mingdan ortiq o'quvchilarimiz ishtirok etyapti. Albatta, Turon maktab teatri, Turon maktab ansambli, mana jadidlar izidan tanlovlari bolalarimizda teatrga, san'atga, madaniyatga bo'lgan qiziqish va shu o'rinda ota-bobolarimizni boy madaniy merosini o'rganishga o'zini hissasini qo'shmoqda. Biz albatta ishonch bildiramiz, bugungi viloyat bosqichida g'olib bo'lgan o'quvchilarimiz respublika bosqichida ham faxriy o'rinlarni egallab, viloyatimiz sha'nini himoya qiladi degan umiddamiz. Bilimlar bellashuvi avvalida dastlab tanlovning ochilishiga bag'ishlangan tadbir tashkil etildi. Unda mazkur tanlovning ilk mavsumidagi respublika bosqichida Farg'ona viloyati sha'nini munosib himoya qilib, Germaniya davlatiga ta'lim sayohatini qo'lga kiritgan 2 nafar o'quvchi Farzona Yo'ldoshaliyeva hamda Dilnuraxon Rofataliyevalarni e'tirof etishdi. Bu yil ham farg'onalik o'quvchilar ulardan kam bo'lmagan holda yuqori natijalarni qayd etishlariga ishonch bildirishdi. Qayd etish lozim, ayni tanlovda ishtirok etayotgan o'quvchi yoshlarning jadid bobolarimiz hayoti va ijodi haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lishi, ular haqida berilgan savollarga ishonch bilan javob qaytarishiga umumta'lim maktablarida faoliyat yuritayotgan jadidlar izidan to'garaklarning katta hissasi bor. Mazkur to'garaklar yosh avlod uchun bilim manbai bo'libgina qolmay, ularning ko'nglida ma'rifatga intilish, ulug' bobolarimiz merosiga muhabbat tuyg'ularini ulg'aytiradigan ma'naviy dargohga ham aylanib bormoqda. Farg'ona viloyati Bag'dod tumani 27-maktab o'quvchisiman. Mening maktabimda jadidlar izidan nomli to'garak tashkillangan va men uning a'zosiman. Ushbu to'garakda ustozlarim menga jadidlarning hayoti, ularning asarlari va ularning bugungi kundagi ahamiyati haqida keng bilimlar berib borishadi. Ustozlarimni o'rgatgan bilimlarini sinab ko'rish uchun ushbu tanlovga tashrif buyurdim. Bu yerda ko'ryapmanki, raqobat juda ham kuchli, lekin men birinchi marta qatnashishimga qaramasdan o'z iqtidorimni ochiq ko'rsatib bera olishga harakat qilaman. Bizning maktabda o'tgan yili jadidlar izidan klubi tashkillanib, klubda 25 nafar o'quvchilarimiz a'zo bo'lishgan. Ushbu klubga jadid bobolarimizga tegishli bo'lgan kitoblar to'plami keltirilgan bo'lib, buning natijasida ko'plab o'quvchilarimiz jadid bobolarimiz faoliyatiga katta qiziqish bildirishib, to'garakda olgan bilimlar natijasida o'quvchi yoshlarimiz turli tanlovlarda ishtirok etishyapti. Xususan, jadidlar izidan tanlovda 9-sinf o'quvchisi Abdusattor va Nurzoda ham munosib qatnashib, shaharda birinchi o'rinni egalladi hamda viloyat bosqichida bugun ishtirok etmoqda. Mazkur o'quvchimizni qo'llab-quvvatlagani biz ustozlar jamoasi ham tashrif buyurganmiz. Nasib bo'lsa, g'oliblikni qo'lga kiritsa, hamda respublika bosqichida ham faol ishtirok etib, Germaniya ta'lim sayohatiga borishiga tilakdoshmiz.
Belgilangan tartibga ko'ra maxsus muhrga ega bo'lgan konvertdagi savollar barchaning ko'z oldida ochilib, nihoyat 3 bosqichli tanlovning hududiy jarayonlariga start berildi. Unda 6, 8 hamda 9-10 sinf o'quvchilari 3 ta shart asosida bellashdilar. Birinchi shart esa boshqotirma deb nomlanib, unda ishtirokchilar jadidlar faoliyati va asarlariga oid 10 ta savoldan iborat boshqotirmalarga javob topib, 15 daqiqa davomida maxsus bo'sh o'rinlarni to'ldirishlari kerak. Hakamlar oldida uni himoya qilishlari ham zarur bo'ladi. Avloniyning faoliyat yuritgan Turon teatr truppasida sahnalashtirilgan birinchi asar Padarkush. Javob to'ppa-to'g'ri. Ushbu fikr muallifi kim? Bu davrning ochiq fikrli yoshlardan biri Abdurauf Surat edi. Bu shaxs Buxoro talabalari ichida eng qobiliyatli va fozillardan hisoblanar edi. Sadriddin Ayni. Birinchi savolga berilgan javob to'g'ri. Prezidentimiz tomonidan tashkillangan jadidlar izidan tanlovining bugun 2-mavsumida qatnashyapmiz. O'tgan yil ham qatnashganman. Afsuski, bir ball yetmagan. Shuning uchun bu yil juda ham qattiq tayyorgarlik ko'rdim. G'alaba qozonaman deb o'ylayman. Hamda jadidlar tanlovi bizga juda ham ko'p imkoniyatlar berdi. Misol uchun, bizga jadidlar hayotini chuqurroq o'rganish hamda ularning vatan uchun qilgan fidoyiliklarini anglash imkonini berdi. Shu bilan birgalikda kelajakda men ham jadid bobolarimizni izidan borib, yurtimizga, vatanimizga naf tegadigan inson bo'lmoqchiman. Maxsus tayyorlangan xonalarda tanlovga jiddiy va puxta hozirlik ko'rilgan. 38 nafar iqtidorli ishtirokchi birinchi shartni munosib ravishda yakunlab, katta mas'uliyat bilan ikkinchi shart sari yo'l oldilar. Bu galgi sinov asar tahlili deb nomlanib, jadid bobolarimiz hayoti va ijodiy merosini anglashga qaratilgani bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Shartning o'ziga xos tomoni shundaki, har bir ishtirokchi bilet tortish orqali jadidlarning hayoti, ijodi va ilmiy merosiga oid savollarga javob beradilar. Ularning har biriga o'z fikr mulohazalarini batafsil va ravon tarzda bayon etishi uchun 5 dan 7 daqiqagacha bo'lgan vaqt ajratilgan. Bu qisqa fursatda yoshlar nafaqat bilim, balki o'zining nutq madaniyati, tahlil qila olish mahorati va jadid bobolarimizga bo'lgan hurmatini namoyon etadilar. Mazkur shartda 50 ballgacha qo'lga kiritish imkoniyati bor. Bu ball esa tanlovning keyingi bosqichlariga yo'l ochib, yosh ijodkorlarning munosib salohiyatini yana bir bor ko'rsatib beradi. Behbudiyning har millat o'z tili ila faxr etar, bizni hollar va ishlar hamda millatlar qanday taraqqiy etarlari maqolalari tahlili. Mahmudxo'ja Behbudiy Oyna jurnalini ochgandan so'ng, ya'ni undan avval yozgan jurnali moddiy tanqislik sabab bekitilib ketadi gazetasi. Undan so'ng esa Oyna jurnalini ochadi. Aynan shu Oyna jurnalida ushbu maqolalarning barchasi nashr ettirilgan. Mahmudxo'ja Behbudiyning maqolalari yoshlar uchun juda foydali bo'lib, unda yoshlarni ilm o'rganishga va har xil tillarni bilishiga undaydi. Abdullo Qodiriyning Uloqda kabi hikoyalari xalqni milliy an'analarni bilishimizni ta'minlaydi. Men ham kelajakda jadid bobolarimiz singari xalqqa foydasi tegadigan va kelajak avlodga ilm o'rgata oladigan tarjimon bo'lmoqchiman. Mana bugun biz Olissuq tumanidan jadidlar izidan tanlovining viloyat bosqichiga keldik. Bu tanlovda bizni 14 hamda 26 sonli umumta'lim maktabining 8-sinf o'quvchisi Pochoh Husaynova Farishtamo va 14 sonli umum o'rta ta'lim maktabining 10-sinf o'quvchisi Erdashboyeva Flora ishtirok etyapti. So'x tuman maktabgacha maktab ta'lim bo'limi va maktab pedagog xodimlari ushbu o'quvchilarimizni qo'llab-quvvatlash uchun bugun tashrif buyurdik. O'ylaymizki, ushbu o'quvchilarimiz tuman sha'nini nafaqat viloyatda, balki respublikada ham munosib himoya qilishadi. Ularga omad yor bo'lsin. Respublikamizdagi o'z sohasining yetuk mutaxassislaridan iborat bo'lgan hakamlar hay'ati a'zolari esa har bir ishtirokchining savollariga yo'llagan javoblarini diqqat bilan tinglab, tanlovning belgilangan nizomlari asosida ularni baholab borishdi. Ushbu ekspertlar esa yangi avlod vakillari jadid bobolarimiz izidan borayotganligidan mamnunligini ma'lum qilishdi. Chindan ham bugun mazkur tanlov o'quvchi yoshlarda hozir javoblik, kitobxonlik, mustaqil fikrlash kabi ko'plab ko'nikmalarni shakllantirish bilan birga yangi g'oyalarni taqdim etyapti. Shuningdek, jadidlarimizning milliy davlatchilik va mintaqaviy o'ziga xoslik, fuqarolik jamiyatining rivojlanishiga qo'shgan ulkan hissalarini teran anglab yetishiga xizmat qilmoqda. Jadidlar izidan tanlovning viloyat bosqichida turibmiz. Birinchi bosqich shahar tuman bosqichlarida 45 mingdan ortiq ishtirokchilarning ichidan 38 ta ikkita sinf toifasi bo'yicha o'quvchilar saralab olingan. Tanlovning viloyat bosqichida o'quvchilar 3 ta shart bo'yicha bellashyapti. Birinchi shart boshqotirma, ikkinchi shart
shu jadid ajdodlarimiz asarlarini tahlil qilish, ularga munosabat bildirish. 3-sharti insho yozish. Mana 1-2 shartlarni bajarib bo'lishdi, ularga baholar qo'yib bo'ldik. Endi o'quvchilarimiz ichida bajargan shartlarini tekshirish jarayonida jadidlarga nisbatan munosabat shakllanganligini, ularning merosini yaxshi o'rganib turganini ko'rishimiz mumkin. Bu ishtirokchilarni tanlovning belgilangan nizomi asosida baholab boryapmiz. Eng munosiblari respublika bosqichiga chiqishadi. Albatta respublika bosqichida ham o'rin oladigan o'quvchilarimiz bor. Qaysi o'quvchi g'olib bo'lishidan qat'iy nazar biz farg'onalik ishtirokchilarga omad tilaymiz. Ha, jadidlar izidan tanlovi ishtirokchilar qalbida qanday natija qayd etishidan qat'iy nazar ijobiy hislarga boy bo'lgan, o'chmas iz qoldirgani aniq. Boisi tanlov nizomida belgilangan shartlar ham ana shu ezgu maqsadlarga xizmat qiladi. Navbat 3-shart insho yozish bellashuviga ham yetib keldi. Mazkur shartda har bir ishtirokchi jadidlar hayoti va ijodiga oid berilgan mavzular asosida insho yozishi lozim. Ayni jarayonda ishtirokchi mavzuning mazmun mohiyatini chuqur va to'laqonli yoritishi, fikrlarini izchil bayon qilishi hamda 2-3 sahifadan kam bo'lmagan holda har bir mavzuni chuqur yoritib berishi talab etilgan. Ushbu vazifani bajarish uchun esa ishtirokchilarga 45 daqiqa vaqt ajratildi. Jadidlar izidan tanlovida 2 bora qatnashib, jadidlar hayoti va ijodi haqida ko'proq ma'lumotlarga ega bo'ldim. Jadidlarimiz orasida eng yoqqani bu Abdulla Qodiriy bo'ldi. Chunki men unga juda qiziqib o'qidim. Qolaversa, u romannavislikning eng birinchi namoyandasi hisoblanadi. Ilk bor roman yozgan adib hisoblanadi. Uning romanlarida haqiqat, o'sha hayotiylik aniq aks etib turadi. Shuning uchun ham uning ijodlari yoqadi. Men ham kelajakda xalqqa xizmat qilib jurnalist bo'lmoqchiman. O'tgan yili muhtaram prezidentimiz tomonidan tashkillangan Jadidlar izidan ko'rik tanlovining 2-mavsumi o'tib boryapti. Raqiblarim juda ham kuchli, lekin ustozlarim, ota-onam bilan puxta tayyorgarlik ko'rganimga aminman. Farg'ona shahrining sharafini himoya qilishga harakat qilaman. Yurtimizda joriy yil 2-marotaba o'tkazilayotgan mazkur tanlov o'zining serqira shartlari orqali ishtirokchilarni biroz qiyin sinovlarga solayotgan bo'lsa-da, yakunda g'oliblar uchun va'da qilingan Germaniya davlatiga bepul ta'lim sayohatini taqdim etishi bilan ularni yanada qiziqishiga sabab bo'lmoqda. Shunday qilib, mazkur hududda ham bilimlar bellashuvi erta tongdan kechga qadar davom etdi. Hakamlarning yakuniy qarori bilan kuchlilar saralandi. Unga ko'ra 6-8 sinf o'quvchilar o'rtasida kechgan bilimlar bahsida birinchi o'rinni Farg'ona tumanidagi 6-maktabning 8-sinf o'quvchisi Komila Qo'chqorova 61 ball bilan qo'lga kiritdi. O'zim bilan baravar bilimga ega bo'lgan raqiblarni barchasini yengib o'tib, Farg'ona tumanidan kelgan o'quvchi edim. Farg'ona viloyatida birinchilikni olib, respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdim. Endilikda men oldimda juda ham katta, ulkan, sharafli va mas'uliyatli vazifa turibdi. Chunki men respublika bosqichida boshqa viloyatlar oldida bizni Farg'onamizni, nafaqat tumanimiz, balki viloyatimizni ham sharafini himoya qilib, Germaniyaga ta'lim sayohatini yutib olishim kerak. Buning uchun tayyorgarlikni hozirdan boshlayman. Jadid bobolarimiz hayoti va ijodini yana ham chuqurroq o'rganishga harakat qilaman va albatta respublika bosqichida ham faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritaman. 9-10 sinf o'quvchilar o'rtasidagi bellashuv esa yanada yuqori sur'atlarda kechdi va unda birinchi o'rinni O'zbekiston tumanidagi 18-ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabining 10-sinf o'quvchisi Jasurbek Qodirov qo'lga kiritdi. Uning 3 shart bo'yicha yig'gan umumiy natijasi 73 ballni tashkil etdi. O'tgan yili jadidlar izidan tanlovda viloyat bosqichida g'olib bo'la olmadim, ammo o'z oldimga maqsad qo'ydimki, yanagi yili albatta birinchi o'rinni olib respublika bosqichiga chiqaman deb o'z oldimga maqsad qo'ydim va buning uchun qattiq tayyorlandim. Mana bugun ustozlarimizning sa'y-harakati va o'zimning mehnatim bilan g'olib bo'ldim. Endilikda nafaqat o'zimning tumani, balki butun Farg'ona viloyatini sharafini respublikada himoya qilib, Germaniyaga sayohat yubormoqchiman. Endilikda jadidlar izidan tanlovning hududiy bosqichi g'oliblarini yakunda final bahslari kutmoqda. Respublikada g'olib bo'lgan ishtirokchilar uchun esa Germaniyaga ta'lim sayohati Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi tomonidan taqdim etiladi. Shu sovrinni qo'lga kiritish uchun ishtirokchilardan puxta tayyorgarlik talab qilinadi. Bizning jamoa esa shunday qizg'in bellashuvlardan xabar berib, jarayonlarni sizlarga yorqin tarzda taqdim etishda davom etadi. Kelgusi dasturimizda esa Surxondaryo viloyatida kechgan tanlov tafsilotlariga to'xtalamiz.